Mayli, meni urmang. Qonim dog' bo'lib qolishi mumkin. Xuddi shahzodachining saroyidek o'zingizni kimga ko'rsatyapsiz? Takabburlar. Janob oliylar. Janob oliylar. Men seni bu yerda yashirib, tahqirlash uchun emas, balki Suji uchun seni saroyga chaqirdim. Soqchilar, Suji bilan to'qnashuvga jur'at etgan bu ikki axlat xizmatkorni sudrab olib chiqib, ularni darhol o'ldiring. Xo'p bo'ladi. Yo'q, iltimos, o'zimizni saqlab qoling. Qani yuringlar. Shunday yig'lash go'yo suvdan yasalgan. Shunchalik jirkash. Juda qo'rqoqman. Buning uchun mendan tashvishlanishingiz kerak emas. Bir necha so'z aytganimdan keyin jahlim chiqdi. Nega endi o'sha kuni ikki kishiga nisbatan qahramonlik qilmading? Imperator shifokor chandiqlarning oldini olish uchun jarohatlaringga o'z vaqtida dori qo'llash kerakligini alohida ta'kidladi. Mirol buni qildimi? Meni pardam qani? Tug'yapsanmi? Sumiyam yo'q. Sen menga hech aytganmisan? Hazrat oliylarning narsalaridan foydalanmoqchi emasman. Uni asrab qo'ygan edim. Uni asrab qo'ygandim. Men uni noto'g'ri aybladim. Men senga berilgan narsa ishlatishing uchun. Keyingi safar boshqa erkaklarning narsalaridan foydalanma. Bu seni xafa qiladimi? Hech qisi yo'q, hazrat oliylari. Og'riyapti deyishga jur'at etolmayman. Sumiyam yo'q. Kechirasan. Bu zolim odam chindan ham mendan kechirim so'radi. Demak, rejam ish beryapti. Rahmat hazrat oliylari. Endi chiqishim kerak. Qayerga ketyapsan? Hazrat oliylari, haliyam malikachangman. Bu ism hech kim. Bu yerda hech kim yo'q. Shu yerda gaplashaylik. Kim bu? Mana u. Leshi, ular meni topib olishdi. Jim. Agar ular tomonidan gap eshitishni istamasang, jim tur. Bechora xizmatchi, endi haydadim deyaver. Oli janoblari? Janob oliylar, hukmdor aka. Aniyan, sen borgan sari dadil bo'la boshlayapsan. Saroyda menga tegishga qanday jur'at etding? Iltimos, tejamkorligim uchun meni kechir. Bu qiz Sumiyo emasmi? Qanday qilib Sujiyo bo'lishi mumkin? Jinorsin, Sujiyo haqiqatdan ham hazrat oliylarni vasvasaga solgan. Huang aka, aning buni ataylab qilmadi. Bu yerda Sujiyo bilan birgaligingizni bilmasdim. Malika sifatida u itoatsizlik qildi. Soqchi, Malikani saroyga olib boring va o'zini qamab qo'ying. Malika, iltimos qaytib keling.
Qanday qilib Miyav Miyav bugun shunday ko'ylak kiygan bo'lishi mumkin? Hazrat Oli, Qo'li. Janob olilari qarab turibdi. Nega Sumiyo Miyo bilan noz qilyapti? Ular tanishmikan? Janob olilari, menga buyrug'ingiz bormi? Janob olilari aslida nimanidir yashiryaptimi? Janob olilari hurmat bilan Sujeyinga shunday katta mukofotlar berdi. Haramni boshlig'i sifatida imperator kanizaklari birinchi navbatda mukofotlanishi kerak bo'ladi. Qaramamda kimni xohlasam mukofotlashim mumkin. Mendan biror narsa qilishimni so'rayapsizmi? Biz jur'at qila olmaymiz. Janob olilari, Iltimos bizni kechiring. g'azablanmang. Boshqalar meni mukofotlarimni istaydi. Lekin sen esa mukofotimdan qo'rqasan. Shunchalik tez harakat qildiki, nimadir bo'lgan. Bu barcha sovg'alarni Sujin saroyiga qaytarib yuboring. Xo'p bo'ladi. Men charchadim. Shunga saroyga qaytib ketaman. Hamma tarqalsin. Janob olilari, tabriklaymiz. Miyav Miyav, tez tur, ketamiz. Sumiyo Miyoning qo'lidagi ro'molchi. U Sujiyu bo'lishi mumkinmi? Sujiyu, shu yerda to'xta. Sujey deb chaqiryapsanmi? Aka, unga aldanmang.